Assalomu alaykum, Hikmat Travel Umra kanalining hurmatli kuzatuvchilari. 2026-yil Umra safariga borish narxlari qanaqa bo'lyapti? Avgust oyiga va sentyabr oyiga degan obunachilarimiz aynan shu video sizlar uchun bo'ladi. Videomiz o'tkazib bormasdan oxirigacha ko'rib turasizlar. Xudo xolasa sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Bugun Xudo xolasa Hikmat Travel Farg'ona ofisida Abdug'ofur akaning oldilarida mehmondamiz. Videomizga boshlanoq layklarni bosib, kanalimizga yangi bo'lsalar obuna bo'lsangiz, Xudo xolasa yangi qo'yayotgan videolarimiz birinchilardan bo'lib chiqib boradi. Biz Abdug'ofur akadan to'liq ma'lumotlar olishdi. Boshlaymiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Aka, biz obunachilar uchun boshdanoq Umra safariga borish o'zi qancha bo'lyapti aka? Narxlar qanaqa bo'lyapti? Qachondan reys bor aka? O'sha sharoitlar qanaqa borishgandan keyin shularni tushuntirib bersangiz. Xo'p bo'ladi. Xo'p, Farg'onadan reysimiz 29-avgust va 30-avgust kunlari bu. Buni narxini $995 qilib beramiz. Toshkentdan avgust oyiga deyarli har kuni bor. Aloqaga chiqaveringlar. Qaysi kunga desalang, bir kun aqabaqa bo'lib qolishi mumkin, to'g'rilab beramiz. To'g'rilab berasizlar, aha, zo'r. Buni narxini $965 qilib beramiz, xudo xolasa. Xo'p, Toshkentdan sentyabr oyiga bormoqchi bo'lganlar uchun kunlari 4-sentyabr, 5-sentyabr, 6, 7, 8, 11, 12 sentyabr kunlari reyslarimiz bor. Buni ham narxini sentyabr oyinikini ham $965 qilib beramiz, xudo xolasa. Namangandan sentyabr oyiga reyslarimiz bor. Bularning kunlari 3-sentyabr, 10-sentyabr, 17 va 24-sentyabr kunlari reyslarimiz bor. Bularning narxini $995 qilib beramiz, xudo xolasa. Bemalol aloqaga chiqib, joylarini ertaroq bron qilib qo'ysalaring, mabodo yana narx oshib, o'zgaradigan bo'lsa, sizlarga ta'sir qilmaydi, xudo xolasa. Shu aytgan narxlarimizni joylarini bron qilib qo'ygan bo'lsalaring, avgust oyidan, sentyabr oyidan bemalol tushib ketaverasizlar, xudo xolasa. Zo'r. Endi aka borishgandan keyin shart-sharoitlari qanaqa bo'ladi? Xo'p, sharoitlarimiz Madina Munavvarada 200 metrdan 400 metrgacha gastitsalarimiz uzoqligi, Makka Mukarramada 1 kilometrdan 3 kilometrgacha gastitsalarimiz uzoqligi. Xo'p, qaysi biri bo'sh bo'lsa, o'shga tushasizlar. Avtobus xizmatlari lekin yo'lga qo'yilgan, xudo xolasa. Xo'p, bundan tashqari Madina Munavvarada 2 mahal, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Joylashuvlar 4 kishilik, 5 kishilik joylashuv bo'ladi. Gastitsalarga undan tashqari Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimiz o'z ichiga oladi. Zo'r. Xo'p, aeroportdan 50 boshimiz iloji boricha birga borib, birga kelishadi. Undan tashqari firma tomonidan kamzil, so'mka, bejik beriladi. Firma tomonidan qaytalayotganda 5 litr zamzam suvi bonus sifatida qo'shib beriladi, xudo xolasa. Zo'r, gap yo'q. Sizlarda to'lov masalasi qanaqa endi? Xo'p, to'lovlarimiz xohlasa ofislarimizga kelib rasmiy kassalarga to'lovlarni qilib kvitansiyalarni olib ketinglar. Xohlasalaring onlayn joylarni bron qilsalaring ham bo'laveradi. Agar ofislarimizga kelmoqchi bo'lsalaring, manzillarimiz Toshkentda bor, Andijonda bor, Farg'onada bor. Yo bizga uzoqlik qilar ekan bu ofislaring deydiganlar uchun shu nomerda Telegram, WhatsApplarimiz bor. Aloqaga chiqinglar. Biz sizlarga rasmiy hisob raqam beramiz. Bankka borib, rasmiy hisob raqamga to'lovlarni qilib, cheklarini olib ketsalaring bo'laveradi. Xohlasalaring aeroportga borib hisob-kitob qilsak ham bo'laveradi. Aloqaga chiqsalaring tushuntirib beramiz qolganini. Demak, o'zlariga qulay bo'lganini to'lovlarni ham amalga oshirsa bo'lar ekan-da. Xudo xolasa, bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Abdug'ofur akaning o'zlari nomerlarini qo'yib qo'yapman. Chiroyli qilib sizlarga yanada to'liqroq ma'lumot beriladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.